Sırtdan buyurtib yesangiz 98 kun yeydigan sayni oyda faqat 18 kun bilan yeylaysiz. Ko'pchilik yaxshimizlar, men sizlarningki oshpaz do'stinglar Erpan ustam. Bugun sizlarga non, qiza, go'sht qormusi qilish usulini keldim. Yuqorqi narsalarni tayyor qilib olgandan keyin, ya'ni qiza, go'sht, non, bosh piyoz, ko'k qizil loza. Mush narsalarni tayyor qilib olgandan keyin qozonga muvofiq miqdorda may qo'yib, may qizigandan keyin go'shtni solamiz. Mush holatda go'shtni 50 sekunddan 1 minut atrofida mayda qilsak bo'ldi. Undan keyindan qozonga nonni solamiz. Nonni solib, nonni 35 sekunddan 40 sekund atrofida yana mayda qilamiz. Nonning teshi seriq rang kirgandan keyin suzib olsak bo'ldi. Undan keyindan doyinda mush astronomiya bilimlari shundaqla ajoyib g'araybatlarni tushundiradigan, so'zlaydigan Baxtiyar Malimninki bir tal zopinsini ko'rib qoldim. Ya'ni sizga qanday chash pasun mos keldi degan. Bu haqiqatan ayollarninki bir sinab beqishi arzidiki, tuvandiki ko'k ulanni bilish orqali sinab baqsanglar bo'ladi. Meni fansalarim ko'pinchisininki ayollar bo'lganligi uchun qulaylik bo'lamdikin deb bu ko'k ulanni esib qo'ydim. Ishonmasangiz, besib sinab beqing. Endi o'zimiz aytayotgan tomoq kelsak, nonni suzib ilib olgandan keyin qozonga oz miqdorda may qo'yib, bosh piyoz, ko'k qizil loza sağandan keyin bir elashtirib o'tib, undan keyindan qezini silib, yana bir elashtirib o'tgandan keyin suzib olgan go'sht bilan nonni silib, yana bir elashtiramiz. Muvofiq miqdorda tuz, va loza, zira. Mushun sağandan keyin tekshi 35 sekund, 40 sekund atrofida elashtiramiz. Bunda eng muhim diqqat qiladigan narsa qezini mayda qilmasanglar bo'ladi, chunki pishiq qez bo'lganligi uchun. Mazmunini yaxshi ko'rgan bo'lsa, yurak berib 66 raqamini yo'llashni unutib qolmanglar. Qo'llanmalarga